masqarash. Toshkentga ketyaptimi? Sontaxonaga sovus qilamanmi? Nimadir chaqdi-da. Qon shirinda, qon. Voy rais, bu Toshkentga ketyapsizmi? Toshkentga ketyaptiman, Toshkentlikman, ha? Voy, meni ham olib keting. Bo'ldi, hozir petakka boraylik, damas bo'lsa ketamiz Toshkentga. Ammo shingiz yo'qmidi? Bo'pti, o'zim yetib olaman. Qorason kasalligi odamning oyog'iga chiqadigan bo'lsa, oyoq kesib tashlanadi. Chunki sabab qorason kasalligi butun tanaga tarqab ketmasligi uchun. Rais, bu Toshkentga ketyapsizmi? Meni olib keting. Biz to'ldik-da, sen qambar qassobni oldiga bor, bitta kam yedi. Bor, yugur. 3. Ali, qambar bitta qorason jo'natyapman. Bitta gaplashamiz. Aka, Toshkentgami? Toshkentga lekin to'ldik, orqaga qarab olasiz. Yo'q, mayli, shoshilayotgandim. Chiqing. Ya, singlim. Mashina chiqmay qoldimi? Mana shu o'tirishingizga bitta shirakni qarashni qilib beraman-da. Qimmat butikka kelib qoldimmi deyman-da. Otaxon ko'nglingiz to'qqini, bizda narsalar qimmat emas. Yuring bu yoqqa. Birinchi ro'z do'konimizda xohlagan narsangizni narxi atigi 59 ming so'mdan. Yo'qmi-yu? Otaxon turing, bu aksiyamiz 8-iyungacha davom etadi. Sizni bir chiroyli kiydirib qo'yaman. Turing. Diyorajon, jon qizim, bir shaharga kelib aylanib ketaman deyodim dam olib. Shunga iltimos, mahalla-ko'y, qo'ni-qo'shni hech kim bilmasin, xo'pmi?